Bismillahirrohmanirrohim. Ukajonlar, sizlar bilan juda ham kichkina kitobni o'qishni o'ylab yurgandim. Shu kichkina kitobcha. Bu o'quvchilarning odobi degan kitob. Ulamolarning ruhiy tarbiyasida mutaxassis bo'lgan Siddiq Ahmad Bondaviy rahmatulloh alayhning kitoblari hisoblanadi. 10 ta bo'lim bor. Birinchisi ixlos va niyat, ikkinchisi yomon odatlardan uzoq turish, uchinchisi ustozga odob, to'rtinchisi ustozning xizmati, beshinchisi diniy kitoblarini, ya'ni o'qiyotgan kitoblarini ehtirom qilish, darsdosh, sinfdosh do'stlari bilan go'zal muomalada bo'lish, ilm hosil qilishda harakat, jiddiy-jahd qilish, ilm hosil qilish uchun safarga chiqish, ilm talab qilishda keladigan mashaqqatlarga, musibatlarga sabr bardoshli bo'lish, eng oxiri ustoz bilan, ruhiy tarbiya ustozi bilan bir aloqa bog'lashi haqida. Aytishadiki, tolib ilm deyishadi. Madrasasini tugatguncha Allohning haqiqiy do'sti bo'lmasa, u hech narsani qo'lga kiritmabdi deyishadi. Islom dinida axloq bo'limi bor. Birinchisi aqoid, ikkinchisi ahkom, uchinchisi axloq. Mana shu axloqni o'rganamiz. Bizning kitobimiz tolib ilmning axloqi. Madrasa va ta'lim dargohlarida shunaqangi holatlar ko'zga tashlanyaptiki, ilm ahli, diniy hassosiyati bo'lgan insonlar uyatdan boshlarini yerga qaratib qolishyapti. Talaba va ustozlarning orasida bo'lish kerak bo'lgan bir aloqa, taalluq qolmadi deyishyapti. Ustozlarning maqomi talabalarning nazarida juda ham pasayib ketdi. Talabalar go'yoki ustozi bilan o'sha o'qiyotgan madrasasining bir xizmatchisi, bir mulozimi sifatida aloqa qilishmoqda. Ming afsuslar bo'lsin, ilmda, odobda, axloqda barchaga namuna bo'lish kerak bo'lgan talabalar kollejlardagi, universitetlardagi odobdan benasib talabalarni yo'ldan yurishmoqda. Odob, axloq, iste'dod, ilmiy layoqat juda ham pasayib ketdi. Nolga tushib qoldi deyapti. Madrasani tugatib bo'lgandan keyin u yosh olim hayotga qadamini qo'yganda o'zini muvaffaqiyatsiz topmoqda. Aslida ham shundoq, u muvaffaqiyatsizdir. Diniy ta'limni o'zini tijorat qilib olganlar. Madrasada shu madrasani yurgizish uchun nima qilishadi? Pul yig'ishadi, tijorat. Bu ta'lim dargohi bir pul topish uchun, dunyosini qo'lga kiritish uchun bir vasila bo'lib qolgan. Alloh uchunmi? Allohning roziligi uchunmi? Yo'q. U nima qilyapti? Dinini evaziga dunyosini qo'lga kirityapti. Endi biz asosiy mavzuga kelaylik. Asosiy mavzu ikkinchi toifa kim? Dinni o'rgatishni o'zi uchun ibodat deb bilgan insonlar. Oylayotgan oyligi uning uchun umuman muhim emas, ahamiyati yo'q. Oyliksiz yashab bo'lmaydi ulamolarimiz, mutaaxir ulamolarimiz. Hatto Qur'on o'qitgani uchun ham, masjidda imomlik yoki muazzinlik qilgani uchun ham oylik olish joizdir deb ittifoq qilishgan. Lekin u ustoz nega o'qityapti? Qorin to'yg'izish uchunmi? Yo'q, u ustoz dinga xizmatni o'qitishni ibodat deb bilgani uchun o'qitmoqda. Va ular dinga qilayotgan bu xizmatini ikki dunyo saodati deb biladi va mana shu diniy ta'limni dunyoning ham, oxiratning ham muvaffaqiyati deb biladi. Mana shu ustozlar kunimizda bo'layotgan holatlarga nadomat qilmaydimi? Hasrat qilmaydimi? Afsuslanmaydimi? Agar ularda ham afsus bo'lmaydigan bo'lsa, holimizga voy bo'lsin. Sizda misol uchun aytyapsizki, Abdulla aka, madrasani bitirgan ba'zi do'stlarimda shunaqangi bir nojoiz ishlarni ko'ryapmanki, endi shu qorimi deyapman deyapsiz yoki bir qori do'stim bor, shunda shunaqangi bir nojoiz ishni ko'ryapmanki, hech ham yarashmaydi bu insonga deb afsus nadomat qilyapsiz. Bu ahli ilmlarning g'ami emas, millatning har bir mutafakkiri qalbida zarracha bo'lsa ham g'ami, fikri bo'lgan insonning tashvishidir. Keling sizlarga bir qoidani aytay deyishyapti. Bir natijaga yetishish uchun, bir natijaga borish uchun qilish kerak bo'lgan narsalarni qilib, qilmaslik kerak bo'lgan narsalardan uzoq turilsagina ko'zlangan natijaga yetib boriladi. Uzoq turish kerak bo'lgan narsalardan uzoq turmasa, harakat bo'lyapti, mehnat bo'lyapti, lekin uzoq turish kerak bo'lgan narsalar ham bor, monelar bor. Ulardan qochilmayapti. Nima bo'ladi? Ko'zlangan natijaga albatta yetib borilmaydi. U qanchalik mehnat qilsangiz ham. Asl sabab nima? Asl sabab deyishyapti, ta'limda, o'qishda va o'qitishda ruhoniyat qolmadi. Yo'qsa, Hanafiy olimlarining imomlari, o'tgan asrda yashab o'tgan imomlarni hammasi mana shu kitoblarni o'qib olim bo'lishgandi. Nega endi aynan o'sha narsalarni o'qigan bizning kunimizdagilarda u natija bo'lmayapti? Sababi nima deyishdi? Ta'limda ruhoniyat qolmadi. Kitob sohibining, muallifning muqaddimasi. Bugungi kunda madrasalarimizdagi, mahadlarimizdagi islomiy ilmni o'qiyotgan talabalarimizda, universitetda, kollejda zamonaviy fanlarni o'qiydigan, odobdan, axloqdan deyarli benasib bo'lganlarning rangi ko'rinmoqda. Ya'ni ularga o'xshab borishmoqda. Bu holat madrasadagi ustozlar,
madrasadagi rahbarlar o'z ko'zlari bilan ko'rib turishibdi. Menda shunday bir fikr tug'ildiki, kichik bir kitobcha yozsam, bu kitobcha bilan tolibi ilmlarga o'zlarining ustozlari, o'zlarining buyuklari, salafi solihlarning holatlarini eslatsam, ular qandoq inson edilar, shularni ularga eslatsam va ularni o'zlarini isloh qilishlari uchun bir chaqiruv vositasi bo'lsa bu kitob. Ular millatning, ummatning sarmoyasidir va bu sarmoyaga bo'layotgan xarj eng mukammal va eng to'g'ri shaklda bir natijaga olib borsa, o'ylaymanki, sunnatning ihyosi ummatning islohi uchun bir yaxshi vasila bo'lgan bo'ladi deyishyapti. Bu mavzu haqida ahli ilmlarga iltimos qildim. Ular o'zlarining boshqa ilmiy mashg'uliyatlari band ekanliklari sabab yozib bera olishmadi. Oxir oqibat bu mas'uliyat o'zimda qolib ketdi va men o'zimning madrasamda o'zimning talabalarim uchun bir narsalar yozib, ularga o'qib berishni boshladik deyishyapti. Allohga hamdlar bo'lsin, yaxshi natija ko'rildi. Hatto buni boshqa madrasalarda ham o'qitilishni boshlandi. Hattoki buni nashr qilaylik endi deyish darajasiga borildi. Nashriyotlarga borib, meni bundan hech qanaqangi maqsadim yo'q, hech qanaqangi bundan pul ishlash niyatim yo'q. Mayli buni nashr qilib chiqarib tarqatinglar, istasalaring eng arzon narxda sotinglar deb aytdim deyishyapti. Oxiri Rahmoniya madrasasi Mavlona Bobuddin hafizahulloh xo'p deyishdi va buni kitob holida nashr qilib tarqatishni boshlashdi deyishyapti. Insonlar kitobini yozadi, nashr qiladi, sotmoqchi bo'ladi, birov olmaydi, sota olmaydi. Keyin bepulga tarqatadi, bepulga tarqatsa ham olmaydi. Nega undoq bo'lyapti? Telegram kanallarda tinmasdan reklama qilib aylantiradi. Nega? Alloh uni qabul qilmadi. Ikkinchisi, shu kitobga o'xshab. Qandoq bo'lyapti? O'zlarining madrasalari talabalariga har kuni bir narsani yozib o'qib berishyapti bolalar uchun, talabalar uchun. Talabalarda yaxshi bir ta'sirni ko'rishyapti. Talabalarning odobida, axloqida o'zgarish bo'lyapti. Yaxshi bir o'zgarish bo'lyapti. Va bu o'zgarishning natijasi ko'rilgandan keyin boshqa madrasalar biz ham o'qitsak, bersiz o'sha yozganlaringizni deyishyapti. Shu tarzda madrasalarda tarqalyapti. Hozir butun Hindiston diyorida mashhur ma'lum kitob. Mana shu kichkinagina kitobcha. Mana shuni qabuliyat deyiladi. U kishi kitobni reklamasini qilishdimi? Yoki u kishi kitobni odamlar ko'proq olsin deb katta odamlarga, mashhur odamlarga taqriz yozdirishdimi? Yo falonchi odam taqriz yozib beribdi, muqaddima yozib beribdi desa kitobda shuhratiga shuhrat qo'shiladi. Yo'q. Lekin Alloh taolo qabul qildi. Aziz birodarlar, bu kitob tugaganda ko'rasizlar inshaalloh. Haqiqatda Alloh qabul qilish sirri mavjudligini ko'rasizlar inshaalloh taala. Keyingi suhbatimiz niyat haqida bo'ladi. Birinchi bob ixlos va niyat haqida bo'ladi inshaalloh taala. Assalomu alaykum rahmatulloh.